Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. 18 noyabr O'zbekiston Respublikasining bayroq qabul qilingan kun munosabati bilan 14-sonli Bolalar musiqa va san'at maktabimizning ustozlar nomidan sizlarni chin yurakdan samimiy muborakbod etamiz. Qachonlardir qancha sinov ko'rgan el bu. Vatan nima, tinchlik nima bilgan el bu. Qalbi faqat yurt ishqiga to'lgan el bu. Vatanimiz bo'ldi bugun gul bog'imiz, samolarda hilpiraydi bayrog'imiz. Shifokormi? Yo qadoq qo'l bobodek qon, nafim tegsin der xalqiga har bir inson. Vatan degan yuraklarda yo'qdir armon, so'nmas bo'lib kelgan bo'lsin gul bog'imiz, samolarda hilpiraydi bayrog'imiz. Dunyo uzra ham sharafu shonimiz u, qizil chiziq tomirdagi qonimiz u, g'ururimiz, o'zligimiz, orimiz u. Vatanimiz bo'ldi bugun gul bog'imiz, samolarda hilpiraydi bayrog'imiz. Tinchligimiz aks etadi har rangida, hilpiraydi madhiyamiz jarangida. Boshim uzra baland tursa baxtim shuda, turfa rangda jilolanar gul bog'imiz, samolarda hilpiraydi bayrog'imiz. Bugun baxtdan samolarga yetkay boshim, mudom porlab turgusidir qalb quyoshim. Qutlug' kunlar muborakdir ey yurtdoshim, so'lmas bo'lib kelgan bizning gul bog'imiz, samolarda hilpiraydi bayrog'imiz.